Hey yo obunachilar, bugun sizlar bilan men yana o'sha Ulug'bek. Bugun sizlar bilan biz yana car parkingda dachaga chiqishga harakat qilamiz. Qani ketdik, bo'lmasa video boshlanmasdan oldin kanalga like va obuna bosib qo'yish, esinglardan chiqmasin. Qani ketdik. Igri. Mana yonimda jiyanlarim bor. Ular ham salomlashadi. Qani bitta Salom hammaga do'stlar. Salom hammaga do'stlar. Hammaga salom obunachilar. Ulug'bek emas, Ulug'bek. Bu yangi kanal. Hali obunachisi ham yo'q, shuning uchun obuna bo'lib qo'yishinglarni so'raymiz. Qani qayerdan ketarding dachaga? O'zimiz qidirib topib olamiz. Mana shu to'g'rilardan borsak, dachaga ketmaymiz-da. Bor chaqiryapti. Shunga qila olmaymiz, shuning uchun to'g'ri ketaveramiz. Bu yoqdan borsak baribir ham yetib bormaymiz-da biz. Qanaqasi, mana shu to'g'rilab boraveraylikchi, qani. Video juda qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Video boshlanmasdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'yishinglar va like bosib qo'yishinglarni so'raymiz. Keyin yana bu yoqda yangi narsa qo'shildi. Yana bunda qurilish qo'shilgan. Buni ham albatta video qilib chiqaraman. Biz hozir birinchi mana shu tepalikka chiqaylikmikan, ha? Ma o'ynaysan? Nimasan? Mana Ammo tepaga chiqib ko'raylikchi. Mana shunda albatta video qilaman men. Mana shu yerda men hozir mana shu yo'l bilan borsak, bu boshqa yo'l ekan bu. Bu pastga tushadigan yo'limiz ekanda bu. Video qiziq ketayotgan bo'lsa, o'sha gap yana like bosib qo'yishinglarni so'raymiz. Bu video juda qiziq. Car parking bo'yicha ketadi bu kanal. Car parking bo'yicha ketadi bu kanal. Bu kanalni kuzatib boringlar. Hamma telefon narsalardan obuna bo'lib qo'yishinglarni so'raymiz. Qoch tur. Bu hozir aytganlarimning hammasini kanallari bor. Kanallarga ham tushib obuna bo'lib qo'yishinglar mumkin. Videoning tagida o'sha kanallarda silkalarni, linklarni qoldiraman. O'shalarga bemalol tushib obuna bo'lib qo'yishinglarni so'raymiz. Hammasida 20 tadan ko'p obunachisi bor. Hammasida bittasidan tashqari. O'zim ham narigi eski kanalim bor, meni ham 50 bitta podpishchikli. Bu kanalda tezroq 100 ta bo'lishimizni so'rab qolaman. Mana shu video orqasidan tezda 100 ta bo'lib ketishimizni so'rab qolaman. 100 ta bo'laylik mana shu videoning orqasidan. Agar 100 ta bo'lsak, mana shu videoning orqasidan bu qaqqarab chiqyapti bu. Agar mana shu videoning orqasidan 100 ta mayli 100 ta demay 50 ta bo'lsak, zo'r video chiqadi. Mana shu videoning orqasidan. Men hali shortslarim chiqazaman. Bu yomon driftga mos ekan bu mashin. Lekin yomon driftga mos ekan bu. Gapiringlar sizlar ham. Bittalab. Gapir. do'stlar, biz hozir yo'lga Chiqamiz-ku. Ana chiqib. Sho'xplay gapirmaysanmi? Yo'q, gapirmas ekan. Men ketdim Gapir. Tutun ko'ryapsizlarmi? Zo'r chiqyapti-ku, ha? Oldin sal mana yoqroq qo'yib qo'yaylik. Biz hammamizda hozir biz bu yoqda 4 ta bo'lsak, 4 talarimizni ham har bittamizning 2 tadan kanalimiz bor. O'shalarga ham pastga tushib obuna bo'lib qo'yishinglarni so'raymiz. Ularda faqat men oddiy kanalni ko'rsam, o'zini обычный kanalini ko'rsam, u yangi kanal ochganlarini ko'rsatmayman. Hozir men soобщение keldi, ko'rib olay. Hozir o'ldi. Bola biz shag'da to'xtab qolgandik. Mana endi ketdik endi. To'g'ri katta yo'lga ketamiz. Yaxshilab. Mana yoqda probka qilib tashladik-da. Biz to'xtaganimizga hamma keldi bor. Hamma mashina ko'p ekan. To'xtab turinglar 5 minut. Hamma signallar chalib tashlayapti. Ketdik, yo'lga sira tushib olsak yaxshi bo'lardi. Qani ketdik. Yo'lga tushib olsak, ana endi yo'lga tushib oldik. Ana endi bemalol ketaveramiz.
dacha chiqmasa, unda emas. Dachani men qattaligini o'zim ham bilmayman, chunki o'zi bugun skijat qilib hozir o'ynayapman. Hozir mana shunaqa mashinalarga erishdim. Keyingi safar agar 50 ta podpисчик bo'lsak, aniq dachani topib, dachaga borib kirib yashab ko'ramiz. Buni sizlar kommentga yozib ketishinglar so'rayman. Albatta kommentga tushib o'z xohishinglarni yozib ketinglar. Nima bo'lsa, bu yoqda Robloxdan ham video chiqadi. Bu yoqda Robloxdan ham video chiqadi. Har xil o'yinlar ham chiqadi. Shuni kommentga yozib ketsanglar. Mobile chiqmaydi. Qo'lim. Yo'q, o'zim aytaman keyin. Oxirida aytaman. Oxirida emas, tavsifini anonda qo'yib qo'yaman-da. Qarmashlarda orqasidan o'tib keta olamizmi? Bittada o'tib ketdik. Yaxshi. Bu mashinani o'zi 310 HP, lekin narxi 30 mingmi shunaqa? 31 ming, 31 ming bo'lishi kerak. Shular narxi 31 ming. Tutun ichidan o'tib ketdi. Bu driftga mos mashina bo'lgani uchun bu zo'r mashina. Valla video juda qisqa bo'lishi mumkin. Hammada shunaqa, car parkingda video juda qisqa bo'ladi. Voy, Merz turdi-ku, video qisqa bo'ladi, shuning uchun o'qimaysizlar. Kommentga yozmaysizlar, video juda qisqa bo'ldi. O'zi hammada qisqa bo'ladi. 6 minut yoki 7 minut. Eng ko'pi 9 minut maksimal. Hammada shunaqa. Car parking hammani ko'rdim. Men hozir Minecraft bo'yicha ketaman, lekin hammada car parkingda zo'r obunachi keladi. Qani menda ham car parkingda zo'r obunachi kelarmikan? Ko'ramiz. Kim Muzalovni taniydi? O'sha ham car parkingda zo'r o'ynaydi. Muzalov obunachisi ham ko'pda. Biz tez 1000 ka 1 ka bo'lishimiz kerak. 1 ka bo'lganda zo'r bo'ladi. Hay. Biz qayerga borayotganimni o'zim ham bilmay qolyapman bor. Videoni hali biz birlashtira olamizmi? Toqqa borishimiz ham mumkin, lekin mana hozir mana tabiat qo'yinida dam olamiz. Bo'lmasa tabiat qo'yinida dam olib boraveramiz. Hozir mana shu yoqdagi pavorot chiqsa, mana shu pavorotdan burilib sekin kiraveramiz. Mana shunaqa joylarga kiramizda. Mashinada. Yo, biz hozir bitta zo'r joy topib qo'ygandim. Hozir bitta zo'r joy topib qo'ydim. Men bitta zo'r joy topib qo'ydim. Hozir endi u joydan ketdik-da, ancha borda hali yaqin. Andijonga kelib bo'lgan. Bu boshqa joymi, boshqa joy. O'shanga o'xshaydi, lekin. Mana yoqdan kirib bemalol dam olishimiz ham mumkin ekan. O'ylayman o'shasi. Bo'lmasa mana shu tabiat qo'yinida dam olib boraveramiz, Hozir bu yoqqa kiraydi men hozir. Mana shu yoqdan sekin kirib boramiz-da. Sekin kiramiz. Unaqa bor. Hozir Shohplay aytayapti. Bu videoning ikkinchi qismi bo'ladimi deb. Bu videoning ikkinchi qismini obunachilar hal qiladi. Agar kommentda ikkinchi qismini chiqishini xohlaganlar kommentga plus qoldirsin. Agar ikkinchi qism chiqmaydiganlar minus yozsin. Boshqa video xohlayotganlar. Xo'p. Bizim mashinamiz o'sha pachaqlanib ketibdi. Mana shu tabiat qo'yinida maza qilib dam olamiz. Hozir ichkarilarga kiramiz, mashina narsalarni olamiz. Qani hozir ichkari kirib ko'raylik-da, bir nimalar bor ekan ko'raylik. Video esdan chiqmay, video boshlamasidan kanalga obuna bo'lib qo'yishlarini so'raymiz. Mana shunaqa joylarda biz dam olyapmiz. Hammaga xayr, bo'lmasa sekin xayrlashsak ham bo'laveradi. Hammaga xayr bo'la. Bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga xayr.